Bugun mushak sohasiga inyeksiya qilish, ya'ni intramuskulyar inyeksiya haqida tanishib chiqamiz. Bu usul orqali biz dori moddalarini to'g'ridan-to'g'ri mushak to'qimasiga yuboramiz. Bu usul orqali biz dori moddalarini yuborganimizda dori yaxshi so'riladi va samarasi anchayin yaxshi bo'ladi. Mushak sohasiga inyeksiya qilinadigan joylarimiz bu dumba sohasi, son sohasi va yelka sohasi hisoblanadi. Intramuskulyar inyeksiya uchun moneliklar, ya'ni qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar, bular mushaklar atrofiyasi, turli xil allergik holatlar yoki bo'lmasam aynan o'sha inyeksiya qilayotgan sohamizda yallig'lanish, jarohatlar, absesslar bo'lsa va bemorimizda qon ivishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu muolaja amalga oshirilmaydi. Mushak sohasiga inyeksiya qilishimiz uchun ko'rsatmalar, ya'ni biz qaysi dori moddalarini yuborishimiz mumkin. Birinchi navbatda antibiotiklar, og'riq qoldiruvchilar, ya'ni analgetiklarni, vitaminlarni yuborishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam gormonalniy o'sha dori preparatlarini qo'llasak ham bo'ladi. Endi biz sizlar bilan dumba mushagiga inyeksiya qilish haqida tanishib chiqamiz. Bu muolaja uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Albatta, birinchi navbatda qo'lqop, spirt, paxta, antiseptik, shpris va kerakli dori moddasi. Muolajani boshlashdan avval albatta qo'llarimizni qo'l yuvishning 6 ta bosqichi orqali albatta yuvib olamiz va qo'llarimizga antiseptik bilan ishlov beramiz. Qo'lqoplarni kiyib oldik. Endi keyingi bosqichimiz dori moddasini shprisga tortish. Dori moddasini shprisga tortishdan avval biz albatta dori moddasini nomini, uni yaroqlilik muddatini, ko'rinishiga, ya'ni uni tiniqligiga ham ahamiyat berishimiz kerak. Dori moddamiz ampulada bo'ladigan bo'lsa, albatta uni bo'yin qismini, demak, spirtli paxta orqali yaxshilab tozalab olib va o'sha paxtamiz orqali ochib olamiz. Dori moddasini shprisga tortayotganimizda ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Shpris ignasi ampula devorlariga tegmasligi kerak. Agar tegadigan bo'lsa, ignamizni o'tmaslashtirib qo'yishi mumkin. Shprisimizdagi havo chiqarib yuboriladi. Muolajamiz uchun bizga 3 ta paxtali shariklarimiz kerak bo'ladi. Tayyorlab olamiz bularni. Dumba mushagiga inyeksiya qilayotganimizda biz doim yuqori tashqi kvadratga inyeksiya qilishimiz kerak. U xoh bemorning o'ng tomoni bo'lsin, xoh chap tomoni bo'lsin. Inyeksiya qiladigan sohamizni markazdan periferiyaga qarab 2 marotaba spirtli paxtamiz bilan ishlov beramiz. Dumba mushagiga inyeksiya qilayotganimizda biz ignani 90 gradus burchak ostida kiritishimiz kerak. Va porshni orqaga tortib ko'ramiz. Agar shprisimizda qon tomchilari ko'rinadigan bo'lsa, shu zahotiyoq biz inyeksiyani to'xtatishimiz kerak. Porshni tortib ko'rdik, hech qanday qon chiqmadi, demak biz bemalol inyeksiyani amalga oshirishimiz mumkin. Dori moddasini yuborib bo'lganimizdan keyin boshqa spirtli sharikli paxtamizni qo'yib, ignani ehtiyotkorlik bilan tortib olamiz. Nima uchun aynan dumba sohasiga inyeksiya qilayotganda doim yuqori tashqi kvadratga qilamiz? Chunki aynan mana shu sohada qon tomirlar va nervlar juda kam joylashgan. Boshqa sohalarda, demak, qon tomirlar va nervlar o'tganligi uchun xavfliroq hisoblanadi. Almashlab qilishimizdan maqsad inyeksiya qilgan sohamizdagi dori so'rilishga ulgurishi kerak. Muolajamizni tugatganimizdan keyin ishlatgan asboblarimizni klasslar bo'yicha konteynerlarga, demak, tashlaymiz. Misol uchun,
ishlatgan shprisimizni qog'ozi va shpris qopqoqlari A klassga tashlanadi. B klassga bo'lsa shprisimiz va ishlatgan demak paxta shariklarimizni tashlaymiz.